Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 5-qism. Ustidan bir tal xalta tushdi. Mahbuslar Shapkurning jasadini xaltaga soldi. Keynidilla orqon ham tushdi. Keyin xaltani orqonga mahkam bog'lab bergan edi. Xalta asta-asta ustiga ko'tarildi. Raqib yuzini yug'andan keyin sal tetiklashgandek bo'ldi. Qari mahbus so'radi. "Isming nima?" Raqib. Qari mahbus o'rnidan turib mahbuslarga qaradi. Hammasi uning nima demoqchi bo'lganligini tushundi. "Bu yigitning ismi Raqib. Mana bu bo'yi bilan Shapkurni o'ldirdi. Uning g'amida hech kim chaqilmasin. Agar kim uningga yana hujum qilsa, aniqki mening qo'limda o'ladi." Qari mahbusning so'ziga hech kim e'tiroz bildirmadi. Chunki ularga bosh bo'lgan Shapkur o'ldi. Qari mahbus Musoning agashkuchisi bo'lsa-mu, uning koni jangchi ekanligini hammasi biladi. Ya mahbus qarmoqqa bola ko'ringani bilan hech narsadan yanmaydiganligini, o'ziga kelgan xo'rliqqa qarshi odam o'ldirdiganligini ham isbotlab ulgurdi. Raqib o'zi haqida o'ylab, nima ishlarning sodir bo'lganligini eslashga boshladi. Raqibning qo'rsiqi texicha och edi. Qari mahbus buni sezgandek. "Raqib, bir ozdan keyin kechlik tomoq keladi." Qari mahbus gapini tugatmasda zindon qopqiqi ko'tarildi va ustidan orqonga bog'langan savat tushdi. Raqib o'rnidan turib tomga yulandi. Savat yerga tushdi. Savat ichida orpining kepikida yiqilgan bovoqning mushtidan bir oz cho'ngroq, rangi qop-qora ham nihoyat qattiq ko'malaklar bor edi. Mahbuslar o'z o'lishlarini elishga boshladi. Qari mahbus o'zi va raqib uchun 2 dona ko'malak oldi. O'zining sapal yapaloq qochisiga suv quyib ko'malaklarni suvga tashladi. Mahbuslardan biri og'izi inchga uzun yog'och chelakni ikkinchi qatim tushgan orqonga bog'ladi. Raqib "Bu nima?" degandek qari mahbusga qaradi. "Nijosat emas", dedi qari xotirjam holda. "Har kuni bir qatim ustiga chiqaramiz." Sudagi orpanon yumshadi. Qari mahbus o'zining nenini yeb bo'lgandan keyin suning yarmini ichib, qolgan yarmini raqibga berdi. "Ich, bu suda nonning ta'mi bor." Raqib suni ichib, haqiqatan uningda yaqinlik tam borligini bildi. Raqib o'ziga berilgan ko'malakni yeb bo'lib, yerga holsiz suzilib yotdi. U o'zining bu holiga echinar edi. Raqibning bolaligi muziga aylandi. Uning bu holati bolalik uchun yot edi. Xuddi uning ichiga cho'ng bir odam kirib olgandek edi. Go'yo bu odam 9 yoshlik bolaning jismiga sig'mayotgandek. Ko'ksini nayza tashgan dadasi, shijoat bilan qabri qo'layotgan onasi, hokim Saqib Qobini, uning vaziri Tasminni, Kahin Astanasni, bas hushi yoki umuman aqli va insonligini yo'qotgan xalqni, tushida ko'ringan oq kiyimlik, quli oq quvvatlik odamni, zindon va ishlab ilingan fikrdek ta'mini xiyolidan quyundek aylantirdi. Raqib xiyollar ichida ko'zi yumilib, darhol uxlab qoldi. U uxladi-yu, yana tush ko'rishga boshladi. U bir matoning yanida o'ltirib, beshini yerga qo'ydi. Beshini yerga qo'yib, o'zini qushdek sezdi. Qarshisida tushangili bo'lmaydigan bir qudrat turadi. Bu qudrat raqibga cheksiz xotirjamlik ato qildi. Biroq bu xotirjamlikning mohiyatini u ko'rolmadi. Ustidagi bu jaloliyatni ko'zlari bilan ko'rishni xohlasimi, tarifligili bo'lmaydigan qo'rqinch uningga yo'l qo'ymadi. Nemishqidir ko'ngli ezilib, yig'lashga boshladi. Raqib shu holda uyg'ondi. Raqib uyg'onganda ham ko'zidan yosh eqiyotdi. Zindondagi zulmat shu holatda. Kimdir xixirdab uxlasa, kimdir pushuldab xo'rak tortadi. Bir bo'jakda yana bir mahbus tizini quchoqlab nimagadir xiyolga botgan. Qari mahbus pishonisini yerga qo'yib olgan edi. Raqib qarining bu holatini ko'rib cho'chib ketdi. Chunki u tushida ana shunday holatda edi. Raqib buni ko'rib, buning bir ibodat ekanligini bildi.
Qari mahbusning kimga ibodat qilayotganligi texi noma'lum edi. Raqib tushida kimga ibodat qilgan bo'lsa, Qarining shu zotga ibodat qilganligi shubhasiz edi. Raqib uningdan so'rab boqis keldi-yu, ammo qandaqdir bir kuch yoki jismidagi charchash uni yana uyquga tortdi. Kimdir uning orqasidan ittirganini sezib, raqib tizdan uyg'ondi. Zindon tunikidan burutliq vaqirdi. Yana kelgan hey juvaldurg'i, tizdan ustiga chiq. Qari mahbus raqibga qaradi. Seni ular chaqiryotdi. Uning yeniga chiqib kir, dedi. Kamerning o'tirsida orqan chegilgan harva esilib turardi. Raqib tizdan harvaning yeniga bordi. Ammo uning xiyolidan nimadir bir narsalar shivirlab o'tdi. Qari mahbus uningga pichirladi. Qo'rqma raqib. Yigit zindon to'nikidan chiqdi. Tunji kelgan uy. Axloqi buzilgan saqchilar. Ammo burni panoq saqchi ko'rinmaydi. Burutliq bir qo'li bilan raqibni bo'g'ib pichirladi. Sen Shapkurni o'ldirdingmi? Shundoq yomonmisan? Raqib silkindi. Ammo Burutliq uning qonidan changakdak qisib, oyog'ini yerdan uzib das ko'tardi. Endi ishtak o'lasan, ishtining bolasi. Raqibning nafsi bo'g'ilib tipirlab qoldi. Burutliq uni tumur eshik tarafga tashladi. Tashqirga chiq, xoin, buzuqning avlodi. Raqib chinqilib yo'tadi. Dimig'i qattiq og'ridi. Kekirdikining ichidan nimadir siqilib nafas olg'ili qo'ymaydi. Og'zini yugan ichib, nafas erishga tirishgan bo'lsa-mu, qonini siqayotgan narsa og'ritdi. Raqib shu holda turg'unida Burutliq kelib uning bexiniga tepdi. Tur o'rningdan. Qattiq tepikdan zarba bilan bexinidagi og'riqdan ko'zidan o't chaqnab ketdi. Hatto qandoq uchib tumur ishga yeniga borganligini sezmay qoldi. Burutliq uning oldida edi. Raqib o'milgan holda tumur ishni paypaslab tashqarga chiqishga intilayotganligini sezdi. Tashqardan kimdir biri sharaqlatib quluplarni ochdi. Tumur ishik qattiq ovoz chiqarib g'ichirlab ichildi. Bu arada raqibning qo'l va puti kishallandi. Burutliq beledagi qilishni oldida qilishning sababi bilan raqibning mo'lisiga urdi. Yur eshak. Raqib ig'ir zanjir bilan xuddi to'kir odamga o'xshab qolgan edi. U oqsagan holda minishga boshladi. Raqib azroq mong'andan keyin uning putining go'shini shildi. U qattiq ichishdan terisining shilinganini sezdi. Ammo u hozir to'xtab putiga qaray olmaydi. Menishi kerak. To'xtasa beshidan qamcha va tayoq yog'adi.